Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan yana men Zarina Aliyevna, logopedman. Sizlar bilan bugun q tovushini to'g'ri talaffuzni o'rganamiz. Qanaqa qilib nutqga qo'ysak bo'ladi, qanaqa mashqlar bajaramiz, hammasini o'rganamiz. Q tovushi ko'pincha aynan ruslashgan bolalarda chiqmaydi. Ya'ni bilamizki, chunki rus tilida q tovushi yo'q. Q ni o'rniga k deb talaffuz qiladi bolalar. Aynan rus tilida o'qigan bolalar shunaqa bo'ladi. Va uni keyin tuzatish uchun shunaqa mashqlar, tilvalab mashqlari, nafas, ovoz mashqlarini qilamiz. Va yana bundan tashqari til muskullari bo'sh holatda bo'lsa ham shu tovush chiqmay qoladi. Uning uchun o'sha til muskullarini faoliyatini faollashtiradigan mashqlarni bajarsak, keyin chiqib ketadi. Q tovushini chiqishi uchun albatta har bitta tovushda qiladigan ishimiz yana davom etadi. Tilvalab mashq, artikulatsiyon mashq, nafas, ovoz mashqlarini qilamiz. Bular tayyorlov bosqichi hisoblanadi. Bularni qilib bo'lgandan keyin asosiy qismga o'tamiz, ya'ni tovush hosil qilamiz. Tovushni har bitta tovush hosil qilganimizda ikki xil usuldan foydalanamiz. Bunda ham xuddi shunaqa taqlid usuli va mexanik usuldan foydalanamiz. Q tovushini hosil bo'lishiga yordam beradigan mashqlarni ko'rsataman sizlarga. Qilib bo'ldik. Ana endi nafas mashqlariga o'tdik. Nafas ham nutq bilan uzviy bog'liq, shuning uchun albatta nafas mashqlarini bajarishimiz shart. Nafas mashqlarida eng asosiy qoidamiz birinchi bo'lib burundan nafas olib, burundan nafas chiqaramiz. Keyin burundan nafas olib, og'izdan nafas chiqaramiz. Og'izdan nafas olib, burundan nafas chiqaramiz. Og'izdan nafas olib, og'izdan nafas chiqaramiz. Bundan tashqari bu qoidani qilib bo'lganimizdan keyin har xil o'yinlarni bersa bo'ladi farzandimizga yoki o'zimiz agar o'zimizga tovush qo'yayotgan bo'lsak ham ko'proq sharlab puflash, shag'amlarni puflash juda ham yaxshi yordam beradi. Shunchaki yoki paxta qog'ozni qo'yib ham puflash, qancha ko'p puflasak shuncha yaxshi. Bunda puflashda burundan nafas olib holatida labdan puflashimiz mumkin va ikkinchi usuli burundan nafas olib til bilan puflash holatida puflaymiz. Keyingisi ovoz mashqlari. Ovoz mashqlari ham nutqni chiroyli, to'g'ri talaffuz uchun juda ham katta yordam beradi. Ovoz mashqlarimizda ovozlarimizni ochib olishimiz kerak, ularni qizdirib olishimiz kerak. Demak, quyidagi mashqlarni bajarishimiz mumkin. Urib chiqamiz, musht qilib, ko'krak atroflarini urib chiqamiz va m tovushini aytamiz. Endi xuddi telefon vibratsiyasiga o'xshab vibratsiyani chiqaramiz. Vibratsiyali tovush chiqaramiz. Har bitta mashqni 20-25 marotaba kattalar uchun, kichiklar uchun 10-15 marotaba takrorlasak bo'ladi. Keyin har bitta o'nli tovushlarni aytib chiqamiz. Pastdan tepaga aytamiz, tepadan pastga tushamiz. Ya'ni a o'nlisini holatda tepaga ko'tarib, keyin tepadan pastga tushamiz. Xuddi shunaqa hamma o'yinlar bilan qilib ko'rsak bo'ladi. Keyingi holatda esnashga taqlid qilamiz. Qanaqa esnasak, shunaqa holatda tovush chiqaramiz. Holatida aytamiz. Ana endi asosiy qism q tovushini hosil qilishga keldik. Demak, q tovushini hosil qilishning ikki xil usuli bor: taqlid va mexanik. Taqlid usulida ko'proq yo'talishga imitatsiya qilish, ya'ni taqlid qilish asosida hosil qilishimiz mumkin. Qanchalik ko'p yo'talishga imitatsiya qilsak, shunchalik q tovushini chiqishiga, tezroq chiqishiga yordam beradi. O'sha farzandimizga qo'yayotgan bo'lsak ham va albatta ahamiyat beramiz. Yosh normasi bor. Q tovushi 4 yosh, 3,5 yosh, uzog'i o'sha 5,5 yoshgacha chiqmasa, q tovushi bu normal holat. Bunga vahima qilish keragi yo'q. Buni chiqmasligi yaxshi holat. Chunki q tovush o'zi qiyin tovushda, buni hosil bo'lishi qiyin va ular kechroq hosil bo'ladi. Q, r, sh tovushlari kechroq hosil bo'ladi. Shuning uchun ular 5,5 yoshdan keyin yoki kimlardadir 5 yosh, kimlardadir 5,5 yoshlarda hosil bo'lishi mumkin. Ungacha chiqmasligi bu normal holat. Taqlid usulidan foydalanib ko'ramiz va
deyishimizni bolaga aytamiz. Agar o'xshamasa, demak taqlid asosida, taqlid usulida ko'pgina qaytaramiz, lekin natija ko'rinmasa, keyin mexanik usulga o'tamiz. Mexanik usulda albatta aytganimdek, biror nima ta'sir etgan holatda tovushni hosil qilish. Bunda bizga perchatka yoki bint kerak bo'ladi, bosh barmog'imiz kerak bo'ladi. Ya'ni bunda perchatka kiyib olib, shundoq tilni orqaga itarishimiz mumkin yoki bintni bo'ylab olib, tilni orqaga itarib KKK tovushini aytishimiz mumkin. Demak, sizlarga aytganimdek, xohlasanglar perchatka kiyib olishinglar mumkin, xohlasanglar o'sha bosh barmog'iga bintni bo'ylab olsanglar bo'ladi. Men perchatka kiyib ola qolaman. Sizlarga shunaqa usulda ko'rsataman. Demak, perchatka kiyib olamiz. Va demak biz o'sha mana tayyorlov bosqichini qilib bo'ldik, artikulyatsion mashq qildik, nafas qildik, ovoz qildik. Ana endi o'sha hosil qilamiz. O'sha bu tayyor til holati, butun artikulyatsion nutq apparati a'zolari hosil bo'lishga tayyor bo'ldi. Ana endi hosil qilamiz. KKK aytamiz. KKK ni bola qaytarishni aytamiz va bosh barmog'imiz bilan tilni orqaga itaramiz. Tovushini o'zimiz eshitmagungacha orqaga tilni itarsak, ana o'shanda QQQ unisi hosil bo'ladi. QQQ QQQ shunaqa holatda hosil qilamiz va buni bir kunning o'zida 4-5 marotabadan takrorlaymiz. Mashqlarni ham har bittasini bitta mashqni o'zini o'sha bitta mashqni o'zini 10 sekunddan qilib 4-5 marotabadan takrorlaymiz va biz o'sha 4-5 mahalga bo'lib olamiz. Ya'ni o'sha bir kun o'zida 4-5 mahalga bo'lib olishimiz kerak. Demak, o'sha mashq qilinadi, nafas, ovoz buni hosil qilamiz. Keyin yana obedda qilishimiz mumkin, keyin yana kechqurun qilishimiz mumkin. Xohlasanglar 3 mahalga bo'lib olishlar ham mumkin. Bu albatta o'sha logopedga ham borib, keyin uy sharoitida ham shunaqa qilib shug'ullansangiz ham tezroq chiqishiga yordam beradi. Yoki umuman logopedga hali bormayotgan bo'lsangiz, shu usuldan foydalanishingiz mumkin. Va albatta ehtiyotkorlik choralariga ahamiyat beramiz. Обязательно qo'lingiz sterillangan, toza bo'lishi shart. Va ahamiyat beramiz. Qo'lingiz juda ham orqaga ketib, bolani qusish refleksini hosil qilib yormasin. Ya'ni noto'g'ri qo'lingiz o'sha yumshoq tanli tarafga qarab ketib qolsa, til ildiziga qarab ketib qolsa, qusish refleksi bo'lib bola qusib yuborishi mumkin. Va albatta o'ta to'yib ketgan holatda ham qo'llamaymiz buni. Normal holatda qorindagi o'sha ovqatlar ham yaxshi hazm bo'lgan paytlarda keyinroq qilsa bo'ladi va shundoq tilni uchini ozgina orqaga itarsak bo'ldi. Unaqa juda qattiq qiladigan narsa emas. Va xuddi shunaqa aytganimdek, bint bilan ham qilsa bo'ladi. Endi bola q tovushini perchatkasiz, siz o'sha bintlarda qilmasingizdan ham o'zi yaxshi aytayotgan bo'lsa, endi ochiq va yopiq bo'g'inlarga o'tib, uni mustahkamlab qolasiz. Hali u so'zlarda, gaplarda sirazi q deb aytib ketmaydi. Hammasiga vaqt kerak bo'ladi. Eng kamida 1 oy, 3 oy olishi mumkin, eng ko'pida 6 oy, 5 oyni olishi mumkin. Bu hosil bo'lish usuliga ko'ra, ya'ni hamma tilni holati har xil, hammada har xil vaqtda bo'ladi. Kimdadir tezroq, kimdadir vaqti cho'zilishi mumkin. Bu albatta tilli muskullarni faoliyatiga ham qarab, kimdadir tezroq mashq qilsa tezroq chiqib ketishi mumkin, kimgadir yanada ko'proq mashq kerak bo'ladi. Va albatta yana qaysi holatlarda chiqish muddati cho'zilishi mumkin. Qachonki tilda tonus bo'lsa, til tortsa, unda massaj qilib oldin bo'shashtirib olib, keyin tovush qo'yishimiz kerak. Kimdadir tili o'ta bo'sh holat bo'lib tursa, unda oldin faollashtiruvchi massaj qilib olib, keyin tovush qo'yishimiz kerak. U ham sirazi hammaga massaj qilib tashlamaymiz. Oldin uni til holatini mutaxassis logoped ko'rib beradi. Keyin massaj kerak bo'lsa, massaj o'zi qilib beradi, bo'lsa yo'q. Albatta massajni logopedda o'zi qilganini maslahat berardim. Keyin q tovushini ochiq va yopiq bo'g'inlarda q, qo, qi, keyin teskarisi aq, oq, iqib hamma o'nli tovushlar bilan aytib chiqamiz. Keyin q so'zni boshida, o'rtasida, oxirida keladiganlar, keyin gaplar, iboralar, matn hikoyalarga o'tamiz. Ana undan keyin q tovushi bolada mustahkamlanib qoladi. Sizlar bilan Zarina Aliyevna bo'ldi. Yanada foydali videolarni yo'qotib qo'ymaslik uchun menga obuna bo'lishni unutmang.